Nima uchun kesilgan joylar ba'zida iz qoldirmasdan tuzalib ketadi, ba'zida esa chandiq qoladi? Bu bir nechta omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Kesish chuqurligiga. Chuqur kesilganda chandiq qolish ehtimoli ko'proq, chunki ular yanada intensiv shifo jarayonini talab qiladi. Kesilgan joyga bog'liq. Masalan, yuz, qo'llar tananing ko'proq ko'rinadigan va harakatlanuvchi qismlari tezroq bitadi. Terining qalinligiga bog'liq. Insonning sog'lig'i, terining sezuvchanligi va yog' qatlamining qalinligi ham terining bitishiga ta'sir qiladi. Kesilgan joyning noto'g'ri parvarishi, asoratlar, ikkilamchi terining bitishi chandiqlarga sabab bo'ladi. Infeksiyaning kesilgan joyga tushishi, bu chandiqlar paydo bo'lishiga va asorat qolishiga olib keladi. Organizmda qon aylanishining buzilganligi va xolesterin bilyashkalarining bo'lishi ham kesilgan joylarning bitishiga ta'sir qiladi. Va ba'zi kasalliklar, qandli diabet, gemofiliya va boshqa autoimmun kasalliklar ham terining bitishiga ta'sir qiladi. Bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, like bosing va kommentariyada plus belgisini qoldiring.